O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilinganining 34 yilligi munosabati bilan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi qator tashkilotlar bilan hamkorlikda bir bayroq ostida Respublika estafetasi loyihasini amalga oshirmoqda. Bayroq estafetasi bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Surxondaryo viloyatida boshlandi. Bir vatan, bir el, bir bayroq. Yuksak-yuksaklarda mag'rur hilpiragan bayrog'imiz xalqimizni yagona maqsad yo'lida birlashtiradi. Ezgu orzu va intilishlarga ilhomlantiradi. Qalbimizda milliy g'urur, vatanparvarlik va sadoqat tuyg'ularini yanada jo'sh urdiradi. Bu yil O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilinganining 34 yilligi milliy birlik, hamjihatlik, yuksak vatanparvarlik tantanasi sifatida butun mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tashabbusi bilan bir bayroq ostida Respublika estafetasi start oldi. Ushbu tashabbus orqali xalqimizning birdamligi, hamjihatligi va vatan ravnaqi yo'lidagi fidoyiligi namoyon bo'lmoqda. Bayroq estafetasi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi Sangardak turizm maskanida bayramona va ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Harbiylar, yoshlar, sportchilar va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida uzunligi 30 metr bo'lgan ramziy bayroq Sangardak qishlog'ining Purviqor tog'lari orasidan tantanali ravishda olib o'tildi. Vohaning yosh u keksasi zo'r shijoat bilan safga qo'shildilar. So'ng bayroq Denov tumanida kutib olindi. Hududda tashkil qilingan tadbirda O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i haqida ma'lumotlar berilib, uning ma'naviy ahamiyati, yosh avlod qalbida iftixor tuyg'usini uyg'otishdagi o'rni haqida so'z yuritildi. Estafeta davomida vatanparvarlik qo'shiqlari yangradi. Mag'rur bayrog'imiz shuningdek Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on tumanlaridan ham olib o'tildi va vohadagilarga chinakam zavq ulashib, faxr baxsh etdi. Estafeta yo'nalishi bo'yicha bayroq Yangi O'zbekistonning diqqatga sazovor joylaridan olib o'tildi. Bir bayroq ostida estafetasi Qoraqalpog'iston Respublikasida ham zo'r shukuhda davom etmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan Buxoro viloyati Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumaniga biriktirilganidan